Assalomu alaykum. Allo, alaykum assalom. Chiroyli yuzli, shirin so'zli qalblarning qadrdoni bo'lgan Hurriyatxon onajonim, sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi kunlaringiz fayz va barokatga, xayrli amallarga mo'lim o'tayotgan bo'lsin. Biz sizni ayni damda dilimdagi so'zlarim jonli qo'ng'iroq loyihasi orqali bezovta qilib turibmiz. Bizga sizning yaqinlaringizdan siz uchun atalgan bir qancha dilnoma-yu tabriknomalar yetib kelgan. Sizni xursand qilish maqsadida dilnomalar yozgan insoningizni kim deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'rasizmi, chiroyligim? Bolalarimda. Menimcha Madadbek bolam bo'lsa kerak o'g'lim. Bu safar qizingiz tomonidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi farzandlaringizni barchalari nomidan asosiy tabrik egalari qizingiz Gulzina tomonidan siz uchun chiroyli dilnomalari bor. Zina qizimmi? Rahmat. Agar ruxsat bersangiz, vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, qizingizni siz uchun atalgan qalb izhorini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Eshitaman. Qo'yingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona, har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxla olmaysiz hech, ming bor yig'lab kulolmaysiz hech. Aytay bugun bo'lmasidan kech, sizni yaxshi ko'raman ona. Assalomu alaykum. Mehribonim, tafti quyoshim, hayotimiz mazmuni bo'lgan onajonim. Ko'zlarimning nuri, qalbimning huzuri, mehrdan barpo bo'lganim. Baxtimning chin sababkori, sizni menga ona qilib bergan Robbimga behisob shukrlar bo'lsin. Hurriyatxon onajonisi uchun Gulzina qizidan dilnoma. Mening yerdagi munis kinam, ifori xushro'y bo'lgan, farishtadek oppoq ko'ngilli onajonim. Jonim onam, qalbim saroyining yakkayu yagona bo'lgan malikasi. Babam qachonga tug'ilgansiz? U haligimizga siz borligingiz sabab har yerda boshimiz tiktur. Siz bo'lmasangiz menga, bizga boshqalarning maqtovini, olqishlarini ham keragi yo'qdir. Onajon, yoshligimizdan nimani xohlasak, o'zingizni o'ylamasdan faqat biz uchun boringizni hadya etdingiz. Allohim sizdan rozi bo'lsin, umringizni ziyoda qilsin. Men hozirgi kunimgacha, hozirgi yoshimgacha hech kimning onasini ko'rib, qaniydi bu mening onam bo'lsaydi demadim. Bir ona farzandiga berish kerak bo'lgan mehrni ortig'i bilan berdingiz mehribonim. Sizga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Onajonim, yana bir go'zal yoshlaringiz muborak bo'lsin. Sizga dunyodagi jamiki yaxshiliklarni, ikki dunyo saodati, baxt rohatini tilayman. Ilohim kulgan yuzingiz g'amni, kulgan ko'zingiz aslo namni ko'rmasin. Doimo xursand, doimo shodon yashashni davom eting. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Onajonim, sizni barchalarimiz yaxshi ko'ramiz. Bu yoshlarni hali ko'pini ko'ring ilohim. Yaxshi kunlarimizda yonimizda suyanchig'imiz, dasturxonlarimizni to'rlarida duogo'yimiz bo'lib, uzoq umrlarni ko'rishingizni Allohimdan so'rab qolaman. Sizga o'xshamaydi hech bir onalar. Men uchun a'losiz zo'rsiz onajon. Siz yig'lagansiz-a? Har doim yonimda bo'ling onajon deya o'zining betakror tilaklarini yetkazib berishimizni so'ranganlar qizingiz. Ovozingiz kelmay qoldi? Qizim, rahmat sizga ham, shu Gulzina qizimga ham rahmat. Sanjonlaring sog' bo'lsin hammalaringda. Niyat maqsadlaringga yetinglar. Shu o'g'il qizlarim, nevaralarim hammasi tinch bo'lsin. Shularning yaxshiligini ko'rsatsin, omadini bersin har doim. Alloh qo'llasin. Rahmat. Baxtli bo'lsin. Hamma sizga ham rahmat qizim. Sanjonlik sog' bo'lsin, niyatingizni yeting. Rahmat. Aytganingizga Mazmagandim desaydim, xursand bo'ldim, rasayam xursand bo'ldim. Mashallah. Sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini alohida yozib o'tib ketibdi. Qizalog'ingiz doimo mana shunday farzandlaringizni e'tiborida, ardog'ida bo'lib yuravering onajonim.
Rahmat, men judayam yaxshi ko'raman. Hamma narsada ustun qo'yaman bolalarimni, nevaralarimni. Maşallah. Sağ bo'ling onajonim. Musofirlarda yurishibdi. Alloh o'zi madad bo'lsin. Doim Xudoyim saqlasin. Hamma yo'ldan saqlasin doim bolalarimni. Balandlardan saqlasin. Hozir ham yig'layapsizmi opa? Hamisha. Sizga ham rahmat qizim. Sanjoning sog' bo'lsin. Sog'lik bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling onajonim, salomat bo'ling. Allohimga omonatsiz. Mayli. Bo'pti, rahmat. Azinam. Onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Musiqiy sovg'alarimiz yangraydi. Aladim. İstediğimin izniyle. Kuru geldi mi? Karacalı mı? Mashinasida o'qib yotganingizda ben Didorim Qizimchimni qarang, burungi suratlari ham bor ekan. Nurzida hali tug'ilmagandi ekan, plandaydi ekan. Qachon? Chiqasizmi? Menga bering, men video olyapman. Opa menga. Bir gap.